Bittadan savol beraman. Именно bozorda ishlaydiganlardan so'raymiz. Bemalol. Birinchisi, shuncha yillik tajribangiz ichida hech oldi-berdi qilib yo qarz nasiyaga mahsulotingizni berib eng katta yo'qotgan pulingiz qancha? 1 millioncha bo'lsa kerak. 1 million 2 million bo'lsa kerak. Pul yo'qotmaganman. 2000 dollar. 2000. Wow. Yo'qotishli bo'ladi, uxlatib ketadi, nechtasi. Ko'p bo'ladi. Ertaga tashib yuboraman, indin tashib yuboraman. 100 ming, 200 ming. 100 ming, 200 ming. O'rtacha hisob. Masalan, olib ketgan, qayta olib kelmagan, shu bo'ldi. 200 dollarmi shunaqa bo'lsa kerak. 2 million 3 million. Ko'proq nima tarafdorisiz? Og'zaki kelishuvmi, ofitsial shartnoma qilgan yaxshimi? Yo'q, biz og'zaki kelishib ketaveramiz. Yo'q, og'zaki bo'lmaydi, menimcha. Baribir ofitsial shartnoma tuzilgan. Sarmani shartnoma qo'ygan, endi keyinchalik ham masalan kerak bo'ladi, mana hujjat qilib ko'rsatsa bo'ladi o'sha narsani. Yo'q, ofitsial shartnoma qilgan yaxshi menimcha. Ofitsialniy shartnoma. Baribir o'sha tarafdan. Ha, yozuvchisi baribir qilish kerak shariatdan ham. Rahmat okajon. Baraka toping. Rahmat. Agarda siz kelishuvda aldanib qolishni istamasangiz, App Store yoki Play Marketdan Hesab ilovasini yuklab oling. Hesab ilovasi orqali 2 daqiqada yuridik kuchga ega bo'lgan oldi-berdi, nasiya yoki qarz shartnomasini tuzishingiz mumkin. Hesab 2 daqiqada yuridik kuchga ega adolatli shartnomalar.